To'g'ri kelyaptimi korobkaga shu? Xo'p, nima bo'ldi? Bir marta yordida ketadigan bozor uchidan ketadi nima? Ha, haqiqatan ketdi. Men ham ishladim, muammosi yo'q. Lekin nima bo'ldi? Buni yormadida mana bitta sapir, ikkita sapir nima bo'ldi? Break qildi. Yorganni nima qildi? Yordi qaytib. Bo'ldi. Uje nima bo'ldi? Sel shaqillatdi qildi. Korobka bo'yicha minimum entry bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi tepa edi. Ikkinchi tepa endi u vojib tepalardan u pastgacha tushib ketdi. Bekzotaga ham hamma mashinadan bizda sel ishladi. Sizlarga o'rgatilgan sistema boya ham ishladi. Просто endi bu tarixda akalar bu uje yurib bo'ldi-da. U hozir maqtanib o'tirgan foydasi yo'q. Boya lekin сделка qilib berdim, o'rgatgan narsam bo'yicha yurdi. Uje qanaqa приятный emotsiya bo'ldi, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa. Misol uchun yana shunaqa lirik o'qish bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, sizlar bilan inshaalloh prямой efir qilib sirasi qo'shilib olamiz. Xo'p, nima bo'lyapti? Yoryapti-da, bu yoryapti, bu yorgan qildi. Qaytib kirganda nima bo'lyapti? Biz bayga kiramiz. Xo'p, endi qaranglar, qanaqasiga bayga kiramiz? Bizga misol uchun nimadir tashib ketgan bo'lish kerak edi. Nima masalaga? Svecha yo'q, struktura bo'yicha tasdiq bor. Masalaga qaranglar. Masalaga yana aytaman. M3 ga o'taman. Nima bo'lyapti? Bitta rezistanida, ikkita rezistanda nima bo'ldi? Обновление qildi. Обновление qilgan narsani bu обновление qilyapti va qaytib kiryapti. Qayoqqa? RBS zonaga. Bu yerda prosta okalar mana bunaqa narsada bu yerda qo'shimcha tasdiq numerologiya ham bo'lgan, o'shuncha impuls o'tib prosta endi aytmoqchi bo'lgan, kimdir strukturani agar yaxshi tushunadigan bo'lsa, kiraveradi stopqatda, stop pasida. Nega? Chunki undan oldin ikkita narxi обновление qilganini ko'ryapti-da bu odam. Tushunarli? Prosta bozorda ko'proq o'tirsanglar, strukturaga qarab o'tirsanglar, boshqa narsa shart emas. Konkret sizlar ko'ryapsizlar, maksimal sena probitsiya bo'lyapti, bo'ldi, uje nima sel ushab o'tirgan foydasi yo'q. Xuddi qo'pol qilib aytgan tepadan sel ushab oladi-da, u qo'pol qilib aytgan pastgacha bir ushabmoqchi bo'ladi. Da, ushisiz qachon uje yuradi u payt. Lekin yurmaydigan payt RBS qilyaptimi? Bo'ldi, bayga qo'shilish kerak. Iloji yo'q. Boya men sizlarga aytdim, qaranglar. M30 da ikkita mana, okalar, mana bunaqa narsada qaranglar. Boya aytdim, M30 da nima edi? Ikkita rezistan обновление bor. Bizda nima bor? Shu joy bay zona dedim, to'g'rimi? Xo'p, M15 ga o'tadigan bo'lsak, bizda nima bo'lyapti? Yaqqol bo'lyapti. Xo'p, muammosi yo'q. Yanada kichkina time frame ga o'tadigan bo'lsak, bizda nima bo'lyapti? Bizda uje struktura yana ko'rinyapti. Undan ham kichkina time frame ga o'tadigan bo'lsak, mana bitta rezistan ikkita. Обновление qilib, buni yorgan bo'ldi. Qaytib keldi, bo'ldi. Shuna kirdi. To есть mana nimaga kerak bizga? Mana nimaga katta time frame dan kichkina time frame ga kelamiz? Chunki direction topdik. Misol uchun boya akamiz aytgandek, yo'nalishimiz bizga bayga ketyapti. Shu qarashga kiramiz. Lekin unutmaymiz, yana mana misol uchun M15 da bo'ladigan bo'lsa, hali bizda sell zonalarimiz bor, aktiv bo'yicha turibdi teparoqda. Xo'p, muammosi yo'q. Qachon sell kiramiz? Resistant обновление bo'lmayapti, maksimal sena обновление bo'lmayapti. Faqat minimalniy probitsiya bo'lishi boshladi. Qo'shilish kerak sellga. Tushib beradi qayoqqacha? Eng yaqin qaytaruvchi zonagacha. Misol uchun qanaqa? M15 da ko'ryapmiz, misol uchun M15 da keldi, juda ham chiroyli impuls bo'ldi. Hamma mana momentda mana buni ham engulfing dedida, birinchi sell kirish nuqtasida bo'ling. Biz sizlar bilan unaqa deb o'ylamaymiz. Nega? Chunki bu chiroyli engulfing emas. Chiroyli engulfing qayerda bor ekan? Chiroyli engulfing tepada bor ekan. Xo'p, biz uchun nima bo'ldi? Shu zona sal aktivroq bo'lib turibdi. Agar mabodo chiqib beradigan bo'lsa. Xo'p, shu zona aktivroq bo'lib turibdi. Bizga nima bo'ladi? Mana shu zonaga chiqadi. Misol uchun chiqqandan keyin M15 bo'ladigan bo'lsa, M3 yoki M1 ga o'tamiz. Ko'ryapmiz, resistant R1, R2 yasadi. Support обновление bo'ldi. Yorgan bo'ldi va qaytib chiqqanda hech qanaqa resistantni обновление qilmasa, bo'ldi, ketdi sell. Endi okalar, men sizlarga ko'rinishi mumkin, juda ham aqlli turdan resistant support deb o'zimcha anglichanga o'xshashi mumkin. Unaqa emas, prosta maksimalniy sena bor, to есть narx oshib ketishi bor, narx tushib ketishi bor. Ko'ryapman, faqat narx tushyapti. Bo'ldi, men qo'shilaman narx tushishiga. Boshqa narsa yo'q. Ключевой joylarni tushunib beryapsiz, Alloh rozi bo'lsin, sizdan qoyil qoldi mana. Polisi akalarimiz. Eng qizig'i mana bunaqa narsa qaranglar. Mana o'zimizni akamiz ключевой zonalar hammasini berdi deyapti. Ishlaydigan narsada, misol chetdan qaraganda oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin hammasi ishlaydi. Faqat aql egalari uchun ibrat bor. Chotki ishlatsin bo'ldi, muammosi yo'q. Eslar bo'yicha men sizlarga aytaman, bitta Atxanboy akamiz bor. Agar kirganmi yo'q bilmayman. Hozir sizlarga o'rgatgan narsam struktura slon bo'yicha. Men sizlarga aytaman, $30 ko'p emas, $30 $1400-1300 снятие bo'lgan. Xuddi hozirgi slon M15 da ko'rsatyapman, M1 ga o'tyapman, slon bo'lyapti, kiryapti, tepaga tushyapti, stop aniq. $1300 снятие bo'lgan $30 ga. Bu misol uchun ko'pchilikni miyasi bor, kosmosga chiqib aylanib keladigan narsada. Sabab nima? Chunki sistema ishlaydi. Konkret tasdiq bilan kirsangiz stop yemaysiz. O'sha tasdig'i faqat topib olish kerak. Chiroyli tasdiq bo'lsa bo'ldi. Risk management 1% ga to'g'ri, любой holatda pul chiqib ketaverasiz.
Misol uchun ko'pchilik aytadi, tam tradingga juda ham katta pul kerak deb. Yo'q, katta pul kerak emas. Misol uchun agar siz katta lot ochishga o'rganyapsizmi, $1000 pastmi balansingiz, bu sentviy shot qiling-da, bu shunda katta lot oching. Agar kichkinami, o'zingizni kontrol qila olasizmi, 1% ga amal qila olasizmi, bo'ldi, qiling. По-любому ko'tarasiz. Misol uchun, okalar mana bunaqa narsa $8 dan 3000 qilganman. Safardagiligi paytim, misol uchun kartam blok bo'lib qo'ygan, u Bekzodga ham aytganman, dolgi istoriyada nima ishlaydigan, xuddi mana sizlarga o'rgatgan narsam bo'yicha o'zim shundan ko'targanman. Chista scalping, chista qo'pol qilib aytganda ishlaydigan narsa, non topadigan narsa. Tushunib, dakansa xudo xolasa bosib yuborasizlar. Ustoz ko'proq scalping qilar ekansiz, vaqtiga e'tibor berasizmi? Misol London, New York qaysi payt ishlagan ma'qul? Qizig'i yo'q, aka setup bersa kirasiz, bo'ldi, qizig'i yo'q. U mana bunaqa narsada qaranglar, Amerikadagi trader bo'ladimi, Tokiodagimi, Frankfurtdagimi, Londondagimi qizig'i yo'q. U ham pul ishlamoqchimi, siz ham pul ishlaysiz. Qachon savdo bersa, tasdiq bormi, bo'ldi, kiring, qizig'i yo'q. U CCPC har просто sessiyaga nima bo'ladi? Vaqt tezlashishi mumkin, borish, bo'ldi. Zonani M30 da olamizmi, M15 da olamizmi? M15 da olamiz zonani. RBSmi, SPRmi M15 da olasiz, M1 da entry qilasiz. M5 da stop tepa. Chiroyli ekan, mana shuni trend liniya bo'yicha ishlatsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Trend liniya bizda hamma 3-kastanyadan olgin deydi, to'g'rimi? Shunaqami? Da. 3-kastanyamiz bizga qaysiga to'g'ri kelyapti? Nimaga to'g'ri kelyapti 3-kastanyamiz? RBS ga. Xo'p, RBS ga to'g'ri kelyapti. Mana bunaqa bo'lsa, обратный selga ishlagan deyapti, to'g'rimi? Lekin bizda mana bu narsa yorganni, yormaguncha biz nima qilamiz? Kirmaymiz. Yo shuni shunaqa qo'shib turib ishlatsa bo'ladimi, demoqchi. Aka, пожалуйста, chalg'itmasa, misol uchun chalg'itmasa bo'ldi, qo'shing. Просто ana nimasi bo'ladi? Xudo xolasa inshaalloh u narsani yana batafsil tushuntiriladi, muammosi yo'q. Просто bitta narsa chalg'itmayaptimi, yordam beryaptimi, любой sistemani qo'shing. Aytmoqchiman, bozor har doim flatda yoki yani unaqada yurmaydi-ku. Flatda korobkani ko'rsatdim akalar, korobka ishlaydi. Yurayotganda ma'lum, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Fibonacci tortamiz, misol uchun 0.5 zonaga kelsa o'sha yapon shamchasi tanasi bilan yopilishi qanchalik muhim Fiboda umuman? Qaysi Fibo ishlatayotganingizga bog'liq aka. Mana misol uchun Fiboni ham har xil turi bor-ku, har xil zona olinadi. Kimdir misol uchun engulfingni o'ziga tortadigan Fibo bor, kimdir strukturaga tortadigan bor, kimdir trend liniyani bizsa откатga tortadi yoki pravoga tortadi. Agar siz shag'amga tortadigan Fibo ishlatsangiz, konkretno sizga tana muhim bo'ladi. Isroil aka, bitta engulfing bo'yicha savolim bor edi. Xo'p, Labi. Qarang, biz engulfingda faqat yutib olishni ahamiyat berardik. Siz ana bu minimumni yangilab engulfing qilgani kuchli, qolganini olmayapsiz-da, o'shani boshqalar unga ahamiyat bermas ekan. O'shuning uchun boshqalar pul topmaydi-da aka. Yo'q, mana bunaqa narsa qaranglar. Engulfingni men sizlarga aytdim, yana bitta narsa. Engulfingning mohiyati nimada? Shag'amning mohiyati nimada? Sell switch bo'lsa tepada open bo'ladi, pastda close bo'ladi, yashil bo'lsa pastda open, tepada close. То есть bitta уровеньda, то есть narxi соотношенияsi juda ham bir-biriga to'g'ri ketgan. Shayton уровень bor, bilasizmi? Devorga qilsanglar, o'rtasida kapsula bo'lib qoladi-yu. Ko'rganmisizlar, ustalar bormi oramizda? Ha, bor. Xuddi o'shanaqa tradingga tortishinglar kerak-da. O'shanaqa switch ko'rdinglar, bo'ldi. Shpilka yutgan bo'ldi. Engulfing o'sha. Eng qiziq qaraydi. Engulfing deganda kirgin demayapti, zona aktiv deyapti. Tasdiq topsang keyin kirgin. Tushunarli? Ko'pchilik engulfingni o'zidan sira entry qilib yuboradi-da. O'sha joyda sal xato bo'lib qolishi. Yo'q, yurib beradi, muammosi yo'q. Lekin slif qiladigan paytingiz bo'lib qolishi mumkin-da. Chunki siz ishonib olasiz u narsaga. Ko'zingiz bilan ko'rgan narsaga ishoning. Struktura sinyaptimi, tasdiq bormi, keyin kiring, bo'ldi. U engulfingga ham ishlaydigan, ishlamaydiganlar bo'ladimi? Bo'ladi. Aka, engulfingning 16 turi bor, har xillar. Kimdir mana big moment bor-ku, bilasizlarmi? Mana kichkina shag'amlar bor, mana misol uchun shag'amlar to'planib yo'q bu yoqib turadi-ku. Ko'ryapsizlar, big moment bo'ladi. Ya'ni tipa katta pravoydan oldin misol uchun mana tipa impulsdan oldin mana yig'ilib qoladi-ku. Mana shu yerdan bitta shag'am поглощение qilsa, shuni ham engulfingni bog'ib oladi-da. Eng qizig'i bilasizlarmi? Shu narsa ishlashi mumkin. Qachonki strukturaga to'g'ri kirgan bo'lsa. Endi faraz qilingda, o'zi sell tushyapti-da. Bitta RBS qilib qo'ydi xolosda, bayga kirib oldi. Bitta sell yana impuls bilan minusga tiqyapti. Nega? Chunki noto'g'ri kiryapti, tasdiq ko'rmagan.
xuddi boyagiga aytganim, yorganni yorgan qilsa, kirsa keyin o'xshaydi. Любой mana misol uchun, xuddi mana boya ham chizib ko'rsatdim-ku, trend liniya bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bozorda ishlaydi qachonki tasdiq bo'lsa. Tasdiq bu o'sha ishlatayotgan sistemalarga bog'liq. Nima sistema ishlatasiz, o'sha sistema bo'yicha konkret tasdiq bormi, enter qiling, riskka amal qiling, hech qanaqasiga selektiv ham qilmaysiz, minus ham qilmaysiz, любой holatda kuniga non topasiz, pul topasiz, qo'pol qilib aytgan.